$34,900. Ne buncha qimmat? Aka bundan qulpilingni ta'mi keladi. Ya hidiga. Ro'moldan keladi. Bu makinaga bo'lsa. Aka dastlab kesib berdi. Necha pul bo'ldi? 500 ming bo'ldi. Mana buni turgizib bersangiz bittada bir tiyin pul olmayman. Aslan. Aha. Bering pul. Bu turdi-yu, nima bo'ladi? Voy, onasini. Salom. Aka dastlab kesib berdi. Ko'zi bor, ko'zi. Ha. Suvli ekanda bitta ko'zi. Ha. Olib kechqurun uxlayotganda qo'yib qo'ysa, yo'qolib qolib yotganmish. Voy. Yo'qolib qolganmish. Keyin doktorga bordi, doktor nima qilay, mana shunaqa yo'qolib qoldi desa, bakalga suv soling, ichiga solib qo'ying debdi. Kechqurun uxlashdan oldin bakalga solibdi-da. Uxlaveribdi. Kechqurun yomon tush ko'rib turib, haligi bakalga suv ichib yuboribdi-da. Keyin uyg'onib ketib, bilet, g'alati bo'lma. Xotin ko'tim qichiyapti, qarachi, nimadir bo'lganmikin debdi. Xotini ham do'q qarasa, qarab turib, dadasi ko'tingizdan kimdir mo'ralayapti. Yaxshi. Aka shuni o'rab bering. Bonus ham bo'ladimi? Bonus mana 3 ta bonus. Mana bu sizga, Jezdamga, o'g'ilga, qizga, nabira, evara, chevara, qo'shni, fermer, xo'jalik, oqibat, birinchi muhabbat, ko'chadagi bolalar, uydagi chollarga kam bo'lmay, yomg'ir yog'sa nam bo'lmay, shamol bo'lsa chang bo'lmay. Mana birinchi muhabbat uchun. 100 so'm ojonim. 2 ta stakanga pul berasiz, 3 ta stakan bekorga. Qishda muzlamaydi, yozda terlamaydi. Ishlatmasangiz tugamaydi. Ishlatsangiz birinchi muhabbat yetkazadi. Aka shuni o'rab bering. O'rta qarab turgan mashq hisobi bitta to'g'ri beraman. O'rolmaysan. Yo'q, ishon ura beraman. O'rolmaysan, agar o'rasang $100 beraman. O'rolmasang sen menga berasan. Bo'ldi, qarab tur. Kechirasiz, tanish qiz, yaxshi qiz bo'lsa bo'ladimi? Voy bila. Kartang necha edi? 38 olmish. O'rta qarab. Texnologiyaga ko'ringlar.